Demek o'sha elektronli bog'lanishni kvant nuqtai nazaridan talqin ko'ramiz. Alohida atomlardagi elektronning holati 4 ta kvant sonlari bilan aniqlanadi. Bu yerda eng bosh kvant soni statsionar holatdagi atomning energiyasini aniqlaydi. L orbital kvant soni elektronning harakat miqdorini orbital momentini aniqlaydi va bu yerda n butun sonlar to'plamidan iborat bo'ladi. Ml magnit kvant soni deb ataladi. Elektronning harakat miqdori orbital momentining orientatsiyasini aniqlaydi. Ml bo'lgan bo'lsa, demak bu bu yerda S spin kvant soni tanlangan yo'nalishga nisbatan harakat miqdorining xususiy momenti orientatsiyasini aniqlaydi. Barcha boshqa kvant sonlarning istalgan qiymatlarida orbital kvant sonlarning qiymati I teng 0 ga to'g'ri keladigan holatlar S holatlar deb ataladi. Buni biz siz bilan birgalikda oldingi ma'ruza mashg'ulotimizda ko'rib o'tganmiz va I teng 1 bo'lgan holatlar bu P holatlar deb ataladi va I teng 2 bo'lgan holatlar bu D holatlar deb ataladi va I teng 3 bo'lgan holatlar F holatlar deb ataladi va hokazo. Demek atomdagi elektronlarning energiya spektri diskret qiymatlarni qabul qiladi va S energetik sathlar aynimagan sathlar, chunki bu sathlarga faqat bitta elektron holat to'g'ri keladi. Energetik sathlar 3 karra aynigan bo'ladi va ularga elektronning 3 ta holati to'g'ri keladi. Ya'ni I teng 1 bo'lganda Ml -1 0 yoki 1 holatni egallaydi. Har bir energetik holatga 2 elektron joylashishi mumkin bo'lganligi uchun energiya sathlarini to'ldirish uchun 6 ta elektron kerak bo'ladi. Umumiy holda orbital kvant soni sath, ya'ni 2L + 1 karra aynigan bo'lsa va unda 2 karra, ya'ni 2L + 1 elektronlarning joylashishi mumkin bo'ladi. Bir-biri bilan o'zaro ta'sirda bo'lmagan atomlar elektronlarning energetik holatlari diagrammasini ko'rib o'tamiz. Demak, bu yerda diagrammada demak ya'ni masofa uning o'lchamlariga nisbatan ancha katta bo'lgan holatlarda demak quyidagi energetik o'ra orqali tushuntiriladi va bu yerda YR elektronlarning yadro bilan o'zaro ta'sir potensial energiyasi deb ataladi. Enta nuqtaviy atomni kristal panjara ko'rinishida joylashtiramiz va boshqalarni boshlanishida ular orasidagi masofa atomlar maydonini bir-biri bilan ta'sir doirasi bo'lmaydigan tarzda tanlaymiz. Ya'ni juda katta atom. Bu holda elektronning energetik holati xuddi alohida atomlar elektronlarning energetik holatiga o'xshash bo'ladi. Rasmda ikkita natriy atomining energetik chizmasi keltirilgan. Demak, atomni har bir fonasimon potensial chuqurlik shakliga ega va bu chuqurlik ichida 1s, 2s, 2p, 2s energiya sathlar joylashtirilgani tasvirlangan. Natriyning 1s, 2s va 2p energiya sathlari elektronlar bilan butunlay to'ldirilgan. 3s sath yarmicha to'lgan. 3s dan yuqori joylashgan energiya sathlari bo'shdir. Rasmdan ko'rinishicha, demak, nuqtaviy alohida turgan atomlar qalinligi bu yerda juda katta A bo'lgan shartli qanotli potensial to'siq bilan ajratib turiladi. Bu yerda A kristal panjaraning doimisi deb ataladi. Demak, bir-biri bilan o'zaro ta'sirda bo'lgan atomlar elektronlarning energetik holatlari quyidagi ko'rinishni oladi va bu yerda demak A ga teng bo'ladi, ya'ni kristal panjaraning doimisiga teng bo'ladi. Rasmdan ko'rinishicha qo'shni atomlarni ajratuvchi potensial chiziqlar bir-birining ustiga qisman tusha boshlaydi va o 0-energiya sathdan pastda joylashgan
natijaviy egri chiziqni hosil qiladi. Shunday qilib, atomlar bir-biriga yaqinlashishi potensial to'siqqa ikki xil ta'sir o'tkazadi. Ya'ni to'siqning qalinligi panjara doimiy kamaytiradi va balandligini pasaytiradi. Demak, 3s sathning demak valent elektronlar amalda bir atomdan ikkinchisiga to'siqsiz o'tishi mumkin ekanligini ko'rsatadi. Shu holatni valent elektronlarning elektron buluti xarakteri bilan ko'rsatib turibdi. Bu hodisa kristal panjarada elektronlarning to'liq umumlashgan hodisasi deb ataladi. Demak, birinchi qo'shni atom yadrosi boshqa atom elektronni tortish natijasida alohida atomlar elektronlarni ajratish potensial to'siq balandligini pasaytiradi. Ikkinchida, demak, atomlar bir-biriga yaqinlashganda elektron orbitalari bir-birini to'sishi sodir bo'ladi. Natijada elektronlar harakati xarakteri sezilarli o'zgaradi. Unda uchinchida, demak, atomlarning yaqinlashishidan potensial to'siqlarning qalinligi va balandligi keskin kamayishi natijasida kristal panjarada faqat valent elektronlar balki pastki sathlarda joylashgan elektronlarni ham erkin harakat qilishi mumkinligiga degan dalolat beradi. To'rtinchisida esa, demak, elektronlarning o'zaro tutashuvi ta'siri kvant tabiatiga ega bo'ladi va u elektronlarni bir-biridan farq qila olmaslik natijasi deb aytiladi. Shunday qilib, demak, elektronlar atomlar bilan bog'langan paytda o'sha elektronli bog'lanishlarda kvant nuqtai nazaridan ular, demak, umumlashgan elektronlar nazariyasi deb ataladi. Kristallarda energiya sohalari paydo bo'lishi, demak, bu qattiq jismning sohibiy nazariyasi, ya'ni o'sha nazariyasi deb ataladi va kristallarda elektronlarning energiya spektrining kvant nazariyasidir. Bu nazariyaga asosan energiya spektr ketma-ket joylashgan farqlanadigan va mumkin bo'lgan energiya sohalaridan tashkil topadi. Demak, bu yerda ikkita alohida joylashgan atomning energiya sathlarini chizmasi, ya'ni diagrammasini ko'rib turibmiz va bu yerda ikkita ixtiyoriy litiy atomlari bir-biri bilan tasirlashmaydigan masofada joylashgan bo'lsa, ularning energiya sathi chizmasi bir xil bo'ladi. Ya'ni 1s sathda spinlari har xil bo'lgan ikkita elektron va 2s sathda esa demak bitta elektron joylashgan bo'ladi. Demak, ikkita atomdan tashkil topgan tizimning energiya chizmasi bu yerda Pauli prinsipiga asosan ikkita yangi holatlar paydo bo'ladi. Energiya sathlar ikkita energiya sathga ajraladi. Ko'rib turganimizdek, demak, 1s energetik sathda Pauli prinsipiga asosan 4 ta elektron joylashishi mumkin bo'ladi. Demak, energiya sathining ajratilgan kattaligi delta atomlar orasidagi masofaga bog'liq bo'ladi. Ikkinchidan, atomlarning yaqinlashishi bilan delta ning ajralish kattaligi o'sib boradi. Uchinchidan esa kattaliklar delta Y1 delta Y2 kichik bo'lishining sababi 1s holatdagi elektronning yadro kuchi yadro bilan kuchli bog'langanligidadir. Demak, 3 ta atomdan iborat bo'lgan tizimning energetik chizmasi demak quyidagicha izohlanadi. Bu yerda delta Y1 va delta Y2 ajratilgan kattalikli ikkita atomdan iborat bo'lgan tizimdagi o'xshash bo'ladi. N ta atomdan iborat bo'lgan tizimning energetik sath chizmasi bu yerda ko'rib turganimizdek o'sha chizmada bu yerda bu o'tkazuvchanlik zonasi deb ataladi va bu o'sha demak unga yaqin bo'lgan qo'shni sohalar deb ataladi va ular orasidagi mana bu ya'ni 1s holat, ya'ni to'ldirilgan holat deb ataladi va u orasidagi bu taqiqlangan soha yoki zona deb ataladi va
Onun energiyasi o'zgarmas bo'ladi. Barcha qattiq jismlarning xususiyatlari, ya'ni elektrofizik xususiyatlari shu taqiqlangan sohaning kengligi bo'yicha tushuntirib boriladi va uning hisoblash formulasi quyidagi teng bo'ladi va bu taqiqlangan soha doimo o'zgarmas bo'ladi. Demak, butunlay to'ldirilgan soha mana bu sohani olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, energiya sohalarining kengligi kristal o'lchamlarga bog'liq bo'lmay, atomlarning tartibiga va kristal panjaraning simmetriyasiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchidan, atomdagi elektronlarning energiyasi ortishi bilan mumkin bo'lgan energiya soha kengligi kattalasha boradi. Taqiqlangan sohalar kengligi toraya boshlaydi. Uchinchidan, har bir energiya soha juda ko'p energiya sathlardan iborat bo'ladi. Ularning soni qattiq jismni tashkil etuvchi atomlar soni bilan aniqlanadi. To'rtinchidan, energiya soha kvazi uzluksiz energiya spektr ko'rinishida ega bo'ladi. Beshinchidan esa taqiqlangan soha tegishli energiya sathlarida elektronlar joylasha olmaydi. Demak, taqiqlangan sohada elektronlar bo'lishi mumkin emas. Demak, elektro'tkazuvchilik hosil bo'lishi uchun qattiq jismning energiya spektrida elektronlar bilan qisman to'ldirilgan energiya sohalar bo'lishi zarur bo'ladi. Demak, qattiq jism energiya spektrida butunlay qisman to'ldirilgan energiya sohalar bo'lmasligi ularda elektro'tkazuvchanlik yo'q bo'lishiniga sabab deb ko'rsatiladi. Qattiq jismlarning taqiqlangan sohasi kengligiga qarab ularni dielektrik va yarim o'tkazgichlarga bo'lishi mumkin ekanligini tushuntirish mexanizmidan dalolat beradi. Dielektriklarga nisbatan keng taqiqlangan soha ega bo'lgan qattiq jismlar kiradi. Demak, tor taqiqlangan sohaga ega bo'lgan qattiq jismlar yarim o'tkazgichlar kiradi. Ular kengligi taxminan 1 elektronvolt atrofida bo'ladi. Taqiqlangan sohaning pastida elektronlar joylashishi mumkin bo'lgan soha valens soha, yuqorisidagi esa o'tkazuvchanlik sohasi deb ataladi. Ana, demak, bu yerda siz bilan birga metallning sohaviy chizmasi erkin soha, taqiqlangan soha, o'tkazuvchanlik soha. Demak, o'sha metallarda biz ko'rib turganimizdek o'sha taqiqlangan soha bilan o'tkazuvchanlik sohasi orasida o'sha chegara yo'q bo'ladi, ya'ni ochiqlik bo'lmaydi. Demak, taqiqlangan sohani o'zi bu yerda bo'lmaydi. Shuning uchun metallarda elektronlar doimo o'sha tok tashish imkoniyatini beradi. Metallarda elektronlar valens sohasiga qisman to'ldiradilar. Yuqori sathlarda joylashgan elektronlarga 10 darajasi minusdan 22, 10 darajasi minusdan 23 elektron tartibda energiya uzatilsa, ularni yana yuqori sathlarga o'tkazish mumkin bo'ladi. Demak, 1 kelvindagi issiqlik harakati energiyasi taxminan 10 daraja minusdan 4 elektronvolt tartibda bo'ladi. Shu sababli noldan farqli temperaturada elektronlarning bir qismi yana ham yuqori sathlarga o'ta boshlaydilar. Metallarda tashqi elektron maydoni qo'yilganda elektronlar yana chuqurroq energiya sathlarga o'tishi mumkin bo'ladi. Ya'ni 1 kelvinga to'g'ri keladigan energiya quyidagi qiymatga teng bo'ladi. Demak, yarim o'tkazgichning sohaviy chizmasi quyidagi tushuntiriladi. Demak, yarim o'tkazgichlarda metallardan farqli o'laroq bu yerda taqiqlangan o'sha soha mavjud bo'ladi va o'sha taqiqlangan soha o'tkazuvchanlik va valens soha orasidagi o'sha elektron o'tishlarni energiyasini, imkoniyatlarini tushuntirib beradi.